Ayol kishi erdan qo'rqish kerakmi, hurmat qilish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Xudodan qo'rqish kerak ayol kishi. Xudodan qo'rqsa, u eriga ham hurmatini joyiga qo'yadi. U xudodan qo'rqqan ayol erini kasalini oxirigacha boqadi. Menga bitta amaga yetib beruvdilar-da. Endi er necha yildan beri kasal bo'lib yotibdi deydi. O'g'li kelibdi. Qarasa bulg'alanib yotganmish-da endi. Otasini ko'tarib olibdi-da, yengi ko'rpacha solib boshqa yuvintirib yengi ko'rib, nimaga yengi ko'rpa solding? Hozir yana ana qilib tashlaydi debdi-da onasi. O'g'li qarab turib, adam bo'ladi. Shuncha ana qilganlar, nima qilgan? Bitta ko'rpa aziz bo'ldimi? Desa, sen nima orchi gap gapirib tashlagan, anu bolani jonidan o'tib ketib, shunda bitta ko'rpa otamdan aziz bo'libdi, men hayotda yashamay qo'ya qolib, shunda balkondan o'zini tashlab yuborgan. Bitta bo'lmagan-u, lekin bitta anaga it beruvdi. Bitta ko'rpani deb